Insoniyatning qadim manzilgohi bo'lgan Boysun azaldan usta hunarmandlar yurti sanaladi. Tumanning tog'lari bag'riga tutashib ketgan Omonxona qishlog'ida yashovchi Bahodir Boboqulov uzoq yillardan beri do'mbrasozlik bilan shug'ullanib keladi. Hunarmandlar avlodi vakili bo'lgan qahramonimiz ota-bobolari kasbini davom ettirmoqda. Do'mbra xalqimizning qadimiy cholg'u asbobi, juda ko'plab milliy cholg'u asboblarimizga asos bo'lgan. Bu bobomeros sozni yasash uchun ustadan o'ta nozik did, yuksak mahorat hamda sabr toqat talab qilinadi. Bizga avloddan avlodga o'tib kelayotgan meros, bobo meros. Men 4-avlod vakiliman. Asosiy ustozim Ostonaqulov Yo'ldosh bobo. Bobo do'mbra yo'nar edi. Taxminan 5 yoshda edim. Birinchi yasagan do'mbram taxminan 20 sm uzunlikka qoshiq kattaligida qilib yasaganman. Torlarini ipdan qo'yganman. Mol boqib yurar edim. Sen molga qaramay do'mbraga berilib qolgansan degan fikr tug'iladi deganmanda uyga olib kelmay yasaganimni dalaga dashga tashlab kelganman. Undan keyin buni qanchadir vaqt o'tib onam topib olib keladi. Sekinlik bilan qiziqish juda uyg'ondi. Keyin kattalarini yasashga o'tdim. Taxminan 8-sinflarga o'qiydigan vaqtlarim katta do'mbralarni ham yongan do'mbralarimni bitta ikkita qiziqib olib boshlangan. Muhtaram prezidentimiz baxshichilikka, hunarmandchilikka, duradgorlikka katta e'tibor qaratyaptilar. Shuning uchun har bitta xonadonga do'mbra bo'lsin deb aytganlari uchun bundan biz ilhomlanib, ruhlanib ko'proq do'mbra yasayapmiz hozir. Qashqar rubob, tor, surnay, nay, doira, dutor sozlarni shu kungacha yasab kelyapman. Do'mbraga talab ko'proq. Bitta do'mbrani yog'och holidan do'mbraga keltirguncha o'rtacha 40 kun muddatga do'mbra tayyor bo'ladi. Lekin daraxtligidan kesib do'mbra holiga keltirguncha taxminan 1 yil o'tadi. Do'mbra sozi o'rik, yong'oq, olma, almurut daraxtidan ko'proq yasaladi. Eng zo'ri almurut daraxti bo'ladi. Usta bir yil davomida bir nechta do'mbra yasaydi. Biroq uning do'mbralari hech qachon bir xil chiqmaydi. Birovining o'lchamida, birovining tovushida albatta farq bo'ladi. Bu avvalo do'mbra yasalgan daraxtga, qolaversa ustaning yurak qo'ri, mehriga bog'liq. Azam baxshiga ikkita do'mbra yasab berganman. O'zbekiston xalq baxshisi Ismoilxon Anvarovga shu almurut daraxtidan yasab berganman. Keyin rahmatli Baxshiqul Tog'ayevga O'zbekiston xalq baxshisi, Shoberdi Baxshi Boltayevga yasab berganman, O'zbekiston xalq baxshisi. Keyin bu Qashqadaryo, Jizzax bu taraflarga ham, vodiylarga ham ketgan. Keyin boshqa davlatlardan Yaponiyaga, Xitoyga yasagan sozlarim ketgan. Men yasagan do'mbralarimni o'zim har qanday holatga qayerga ko'rsam ham taniyman. Necha yil oldin yasagan, 10 yil oldin yasagan bo'lsam ham ko'rgan vaqtda taniyman. Uzoqdan ko'rsam ham birinchi o'ringa taniydigan joyim mana shu ikkita qulog'idan taniyman, o'zim yasaganligim. Yo'nib olinadigan narsa tesha. Undan keyin ichini kavlashga ozgina drel ishlatiladi. Qolgani hammasi mana iskana, keyin mana bu qirg'i deyiladi. Ichini qirib olinadigan narsa. Keyin tashqi ishlov berishlariga mana egavlar har xil turlari. Bir yilda taxminan 4 ta 5 ta do'mbra yasayman. Buni shoshqaloqlik bilan yasab bo'lmaydi. Misol buni yo'naman desangiz bir kunga yo'nib tayyorlash mumkin. Lekin buni yo'naman desangiz bir kunga yo bir joyini o'yib qo'yishingiz mumkin, yo misol uchun tarkibiga namlik bo'ladi-ku. Yorilib ketishi mumkin. Birinchi o'ringa sabr, ikkinchi o'ringa odamning o'ziga qiziqish bo'lish kerak, intilish, qiziqish bo'lish kerak. Do'mbrani o'zi qanday yog'ochdan yasalishdan qat'iy nazar, misol uchun yaxlit yasalgan bo'lsin, mana bunday ikki bo'lak ulangan bo'lsin, qopqog'i tol daraxtidan yasaladi. Tol daraxtini ham ichiga o'zagiga o'tmagan yuz qismi oq joyida. Chanoq deb aytiladi. Qopqog'i, kosaxonasi. Bu bo'yni, bu bosh qismi, bu ikkita qulog'i. Mana bu band deyiladi. Keyin bu qopqog'ining bandlari ham band deb ataladi. Bunga kley ishlatilmaydi. Sababi bu baylab qo'yilgani sababi. Kley ishlatilsa bundagi bum ovoz yo'qoladi, o'zidan yo'qoladi. Bum ovoz chiqmaydi. Misol uchun dutor sozi bunga nisbatan qancha katta?
Ikkovini bir joyga qo'yib chalsangiz, bu ovozi ko'proq balandroq chiqadi. Mana bu tupagi o'zimizda hunarmand ayollarimiz, momalar ko'proq qiladi. Bezak bu qadimdan shunday qilinib kelingan. Bu do'mbira sozi eng qadimgi musiqa sozlaridan hisoblanadi-da. Endi rivoyat qilishlaricha buni birinchi bo'lib Odam alayhisalom yasagan degan rivoyat bor. Mana bu torini momo havomiz yeshgan uloqni ichagidan degan rivoyat bor. Do'mbirasoz usta odatda kuz faslida hamma dov daraxtlari uyquga ketish arafasida meva bermay qolgan yirikroq daraxtni kesadi. Do'mbira yasaladigan yog'och kamida yarim yil, 9 oygacha, ba'zan 1 yilgacha yerga ko'mib qo'yiladi. Bitta do'mbira tayyor bo'lib, baxshining qo'liga yetib borguncha 1 yildan ortiq vaqt ketadi. Musiqa asboblari yasaydigan mahsulotlarim. Mana bu bir o'tin sifatiga ko'ringan bilan kelajakka kimlardir qo'liga sayraydigan, Xudo xolasa surnay bo'ladi. Mana bundan nay yasayman. Mana bu yong'oq daraxti. Do'mbira uchun. Xo'p. Mana bu tol. Shu do'mbirani yuzidagi qopqoq qismini yasash uchun. Mana bu almurut daraxti. Do'mbira uchun. Yo'q, bu o'tin emas. Bu mana shu kichkinaginalari ham men uchun noyob narsalar hisoblanadi. Va do'mbirani quloqlarini shunday yo'naman. Keyin mana shu narsalar ham kimlardir uchun o'tin bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin surnaga bachki degan narsa bor. Mana shu narsani bachki uchun tayyorlab qo'yganman. Qahramonimiz xalqimizning to'y va tomoshalari, bayram tadbirlarida terma dostonlar kuylab kelayotgan ko'plab baxshilarga do'mbira yasab bergan. O'zbekiston xalq baxshisi Shoberdi Baxshi Boltayevning shogirdlaridan biri Munchoq qishlog'idan bo'lgan A'zam Allayev ham omonxonalik Bahodir ustadan do'mbira oladi. Do'mbirasida nosozlik sezsa ham darhol ustaning yoniga shoshiladi. Assalomu alaykum. Yo, va alaykum assalom. Keling Azam Baxshi. Zo'rmisiz? Kayfiyat zo'rmi? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldingiz. Salomatmi? Rahmat. Keling, uydagilar zo'rmi? yaxshimi? Rahmat, ishlaringiz yaxshimi? To'yda av chiqib cherta etmedim deng. Do'mbiramning torini orqasini jilkasi uzilib ketdi deng. Buni qarang endi shu baribir endi siz ustodim baylasa bir mahkam qilib baylaydi. Bizlar qo'l quri so'zni taylashni bilamiz, baylashni bilmaymiz. Do'mbira yurakdagi dardni, ichkaridagi gapni qo'zg'aydigan bu do'mbira. Bitta chertib bering, ana bundan keyin do'mbirani shunday sozlab berasiz. Ay do'mbira chertib baxshilar, ay bilagini tursinda. Ay Bahadırday ustaning ay do'mbirasin baxshilar, turli kuyga chalsinda. Ay men aytayin do'mbirama, shunday g'ana ustalar, ming yil umr ko'rsinda. Qahramonimiz do'mbiradan tashqari dutor, qashqar rubob, nay, tor, doira kabi o'nlab milliy musiqiy asboblarni ham yasaydi. Bu nay sozi bambukdan bo'lgan, Xitoy bambugidan. Endi o'zimizga bu o'smaydi, O'zbekiston sharoitiga yo'q. Materiallarda o'rtasiga qo'yilgan kelar ekan bu. Surnay sozi bu endi yasalayotgan jarayoni hali tayyor bo'lmagan. Chizib qo'yilgan joygacha ishlari o'yib olinadi, keyin teshiklari teshiladi. Bu yong'oq daraxtidan yasalgan. Yong'oq daraxtini o'rta o'zak qismidan, shuning uchun rangi qora. Taxminan 1,5-2 oy vaqt ketadi, chunki sababi buni yasashga emas, quritib olishga vaqt ko'p ketadi. Yorilmaslik kerak, keyin pishitish kerak, shuning uchun ko'proq vaqt shunga ketadi. Mana bu tog' almurutidan yasalgan, bu ham surnay sozi. Hammasi ham mevali daraxtlardan yasaladi. Doira bu qasnog'i tut daraxtidan yasalgan. Terisi tuyani terisidan tortilgan. Tanani terisi tortiladi, toy teri tortiladi. Buniki tuyani terisidan. Afzalligi sovib qolish holati
kamroq bo'ladi-da, juda bunday bo'shab qolmaydi. Qashqar rubobi kosaxonasi tut daraxtidan kosasi. Bu yog'i yong'oqdan, o'rikdan yasaladi. Buyurtma bo'lganligi uchun laqabaliq terisidan tortiladi bu yerga. Laqabaliq terisidan. Oddiy havaskorlar uchun havaskorlarda ham bundan 11 sm kalta bo'ladi. Ham terisi mana bu yog'i echkini terisidan tortiladi. Tor tut daraxtidan bo'ladi. Ko'proq boshqa daraxtlardan ham yasaladi. Misol uchun o'rikdan yasaladi, yong'oq daraxtidan yasaladi. Ko'proq tut daraxtidan bo'ladi. Buni qoplamasi molli yurak pardasi. Ikkalasi ham yurak parda bo'ladi. Mana bu yoqlari, mana qoralar ebanet degan materialdan yasab qo'yiladi. Kim ko'rgan ko'pchilik plastmassa deb o'ylaydi, yo'q, bu plastmassa emas. Bu material birinchidan rang o'zgarmaydi, xususiyati, ikkinchidan yemirilmaydi. Do'mbirani 88 cm bo'ladi uzunligi, kosaxonasining enligi 17 cm, uzunligi 31 cm bo'ladi. Mana bu yerdan bandgacha bo'lgan 38,5 dan boylanadi. Sababi do'mbirada nota bor, lekin notani ajratib turuvchi parda yo'q. Pardani barmoqni o'zi topib bosadi. Usta oddiy yog'och bo'laklari bilan aloqa qilarkan, undan sozning shaklini chiroyli tarzda chiqara olish uchun ham eng kamida sabrli bo'la olish shart. Har bir yasalgan soz takrorlanmas, o'ziga xos ijod namunasi. Qilingan mehnat va to'kilgan peshona terning natijasini ko'rgach, qalb o'zgacha zavq tuyadi. 2003-yil shu do'mbira sozini yasayotgan vaqtim qo'limga yog'och kesadigan uskunani arrasi qo'limda olib ketdi. Qo'limda jarohatlari bitib, sal o'zimga kelguncha ishim to'xtab turdi, lekin undan keyin ham qiziqishim yo'qolgan yo'q. Undan keyin ham bir necha turdagi sozlarni yasadim. Do'mbirani hozirgacha davom ettirib kelyapman. Hech bunday tashlab qo'yganim yo'q. Birinchi yaxshi do'mbirani yasaganim 1985-yil O'zbekiston xalq baxshisi Shoberdi Baxshi Boltayev hozirgi sozini, tanka sozini yangi yasalgan vaqti u payt bitta televideniya bo'lar edi, O'zbekiston televideniyasi. Shu televideniyaga olib chiqib chalganda 5-6 ta baxshi birga chalgan. U baxshilarnikiga nisbatan Shoberdi Baxshini do'mbirasini ovozi men uchun boshqacha tuyulgan. Shunga e'tibor berganman. Misol televizorga shuni shakli shamoyili qanday yasalganligini. Keyin shu shaklda yasaganman. Avvalgi yasaganlarimga nisbatan o'zgargan. Shu o'zgarganligidan men o'zimga o'zim bir zavq olganman-da. Misol bitta do'mbirani yasagandan keyin o'zim shuni chertib ko'rib sinovdan o'tkazaman. Qayeri qanday? Misol uchun mana shu ba'zi joylariga kelib bosib kelayotgan vaqtda soz o'zgarib qolishi mumkin. Shuning uchun o'zim sinovdan o'tkazaman. Hozir endi qo'lim sal nima bo'lganligi uchun sal xatolarni aybga buyurmaysizlar. Cholib ko'rsatib beraman. Eski do'mbirani o'zini kuylaridan Hillilla yorim degan kuyni qo'ldan kelganicha siz ko'p bo'sh qo'yibsiz-da, tor bo'shab ketadi. Buni quri yasab shu bilan band bo'lib qolmasdan baxshilar sozlatishga olib keladi. Sal misol uchun sozga o'zgarish bo'lsa, shularni ham qayta sozlab beramiz. Muxtasar aytganda, Bahodir Bobomurodov iste'dodli hunarmand sifatida xalqimizning boy madaniy merosini asrab-avaylash va rivojlantirish, uni dunyoga tanitish, ushbu noyob hunar sirlarini yosh avlodga yetkazish ishlariga o'zining munosib hissasini qo'shib kelmoqda.